Hozir 200 adet aksaviy ulamolar, olimlar, katta mutafakkirlar isbotlandi. Hoji Muhammad poyanda aksaviy bo'lamiz. Mana shu aksini farzandi. Namas qilichi deb sotilgan mana shu 1200 yil. Sof po'latdan yasalgan o'ta egiluvchi. Bemalol kamar bo'la oladi. Bundan dunyo bo'yicha 3 ekzemplyar bor. Bittasi Amerikada, bittasi Angliyada, bittasi bizda. Mana mo'chiroq 10 asr bo'lyapti. Mana rangini o'zgartirdi. Yer tagidan qanot chiqqanmiz shunday. Ko'pchilik yangi olib kelib qo'yaptilar. Yo'q. Mana shu 1000 yil yer ostida. Bunda qazib ketishgan yer tagida. Hech kim bilmagan. 16 kilometrdan soydan chiqib turib, Kosonga soy. Shaharga suv olib kelishgan. Birinchi marta kelishimiz. Hali ko'rmagan narsa olindi ekan-ku. Yo'nalishdagi savobli ishdagi biza omadli tilaymiz. Nasib qilsa bir oilaviy, ya'ni yaqinlar bilan kelishib aylanamiz. Hamma ish tasodif emas-ku, bekorga. Albatta. Yana Xudoga shukr, yana o'sha kunlar tiklanyapti. Eng kattasi mana tarix haqiqat ochilyapti. Hozir 200 adet aksaviy ulamolar, olimlar, katta mutafakkirlar isbotlandi. Shu yerda farzandlari dunyoda qanaqa ishlarni qilishgan ekanda. Kerak bo'lsa o'sha Shimoliy Afrikaga Imom Buxoriyni Al-Jami' as-Sahihlarni tarqatgan, tatbiq qilgan buyuk muhaddis ham aksaviy ekanlar. Hoji Muhammad poyanda aksaviy bo'lamiz. Mana shu aksini farzandi. Muzeyimiz rasman 20-yildan boshlagan. Bu yerda hozir 10 mingdan ziyod buyog'i 1-asrdan to 20-asrgacha bugun davrni o'z ichiga olgan 10 mingdan ziyod asoriy atiqalar bor. Bu yerda o'sha mis, kumush tangalar, tilla tangalar. Ya'ni eng asosiysi bu yerda o'sha aqsi qilichi, dunyoga mashhur Damas qilichi deb sotilgan mana shu 1200 yillik. Sof po'latdan yasalgan o'ta egiluvchi. Bemalol kamar bo'la oladi. Shunaqa bo'lgan. Bundan dunyo bo'yicha 3 ekzemplyar qolgan. Bittasi Amerikada, bittasi Angliyada, bittasi bizda. O'zbekistonda bunaqa nusxa yo'q. Abdug'obaga qarang. Qoyil. Juda katta o'zgarishlar bo'pti. Bunda qazib ketishgan yer tagida. Hech kim bilmagan. 16 kilometrdan soydan chiqib turib, Kosonga soy. Shaharga suv olib kelishgan.
Mana mo'ychiroq 10 asr bo'lyapmiz. Mana rangini o'zgartirdi. Yer tagidan qanot chiqqan bo'lsa, shunday turibdi. Ko'pchilik yangi olib kelib qo'yib qo'yaptilar dedi. Yo'q, mana shu 1000 yil yer ostida. Ham kulolchilik, ham shisha-sozlik, ham temirchilik, o'sha mashhur Damashq qilichlari mana shu yerda yasalgan Damashq qilichlari. Shu kirib ko'rgandan har bir davrni o'zini alohida anaqa qilib qo'yishganda ekspozitsiya. Bu sizlarniki ham bunaqa aylanib Chig'anoq o'xshaydi aka, chig'anoq uslubi. Tarixga chig'anoq qo'shib tarixga chekib ketamiz. Mana endi antik o'sha qadimiy holatda tiklab qo'yamiz. Chiroyli qilib bu yerda. Birinchi marta kelishimiz hali ko'rmagan narsa olindi ekan-ku. Yangiliklar. Anons qilishyapti. Men o'tgan safar kelganimga qaraganda juda katta o'zgarishlar bo'libdi. Men bu ayniqsa men bu amfiteatr, men bu kaptarxonani eskizi, umuman turistlarni jalb qiladigan juda ham haligi nima deydi? Bemalol master klass qilsanglar bo'ladigan darajada qilibsizlar. Shu 132 gektar maydonimiz bitta mana muzey quryapti. Orqamizda mana 11-obyekt ketyapti. Bu yoqda 19-obyekt, 8-obyekt. Hozir ikkitasini bitkazdik, ya'ni ikkitasi tayyor. Bu 8tasi loyiha ishlab chiqilgan.